bo'yingizdan 97 ga o'xshamaysiz. Lekin real hayotdagi chiqib даже o'zimni yoshimga o'xshatmaydi, yosh ko'rinasan deydi. Chunki meni sinfdoshlarim xotin bo'lib ketganda. O'zbekistondamisiz ish qilib? Men O'zbekistonda. Bizning uyda oldi dom borda. Domda o'tiramiz parhez tagida. Gap soati deng. Ha, kelinchaklar bor. Vagonday erlar yoqda, bu yoqda taksi qiladiganlar. Keyinchalarga o'rgatasiz. Men nimani o'rgataman, ular menga o'rgatadi. Men Ular ko'radi. er bilan kam yashaganman. Ular necha yildan beri yashayapti? 15 kun yashaganman demay faqat. Ya 1 yil yashab berganman. Ha, yaxshi, 1 yil yashab beribsiz. 15 kun yashaganman. Ha. Nima deysan? Men betayman desam, siz 3 ga chiqqan betayin ekansiz. Barcha necha yoshda turmush qurgansiz? 19. Endi tushunyapman. Ona atrofingizdagi insonlar sizni baxtsizligingizni ko'proq xohlar ekanda, sababchi ham bo'lib berar ekan kerak bo'lsa. Men juda yosh bo'ldim, ko'pni gapiga kirganman. Menga dars etishganda, urush janjal bo'lganda, mana o'zlarini qanday, shuni kaltagini yeb yuraverasan, bor ket senga uylanmagan yigitlar senga uylanadi degan. Lekin men yosh bolaman-ku. Mana tipa nima deydi? Ketsam menda birovga tegib ketishmas, bu menga ko'proq yalinadi degan narsa bo'lib qolganda. Men yo'lga ana o'sha ayollarning eng katta xatoyi. lekin meni bolam bor. Katta xolang uyda, katta xolang o'tiribdi, seni kutib deydigan odam bo'lmaganda qizibgina yashaydigan. Turmush qurmadi, boshqa bir ayol bilan yurdi. Ajrashgan ko'chadagi ayol bilan. Yo'q, men afsuslanmayapman. Nimaga? Chunki meni ushlasa bo'ladigan qizi bo'lganman-da. Men uchun ozroqgina kurashish kerak edi-da. Meni yo'lga solib ketsa bo'lardi. Yosh bo'lgandirmi, yo'lga solsa bo'lardi. Lekin meni ko'z ostingizga olmayman. 38 yosh menga juda kattalik. Yo'q, men Nimaga turib? Men ko'z ostimga olmayman. Ko'z ostimga oladiganlar ham shu yaqin atrofda yuribdi o'zi. Ha, endi katta turasiz, cho'kchim deb uncha qiziqmay, 38 yosh men uchun katta to'g'ri. Qiziqdim. Nimaga gapmi? Qiziqdim burasida. 2 yildan keyin 40 ga kiradi. Hozirda 42 olgan. 12 yildan keyin siz ham 40 ga kirasiz. Ha? Vot, 40 ga kirgan qirchim nima bo'ladi? hop 2 yil qayerda, 12 yil qayerda? 12 yilgacha nima gap emasmiz? 40 ga kirgandan keyin qirchilama bo'ladi, shuni ham bilasizmi? Az bir marta xotiring. Amoxir. Bemalol. Alo. So'raychi dugonamdan. Amoxir. Ayni qilishyapti, nima qilaydi? Dugonamdan so'raychim. Qo'ldan boy berma, 38 ga kirgan bo'lsa ham. Ishonasiz, sizlar barxat naturban. Prям fu deydigan darajada ko'takasizlar, ishoninglar. Chiqilaman men efirimda. Bu tayinlanib. Mabodo meni qo'shnilarim bo'lsa, o'rtoqlarim bo'lsa, efirimdan chiqib ketinglar. Ne? Faqat qayda yesagan, ammo. Kemachi olgan, To'g'ri, kemachi sen qo'yib beryapsan? Qo'yib berasan. O'chirib tasha. Oybeklar qarab o'tiribdi oldingda. Ertaga. Mahallasi ko'pchilik ekanda kiradiganlar bo'lsam. Rosa ko'payib Sizga xizmatkorlik ko'p ekan, nima qilasiz ham? Yo, bugun bitta onam dugonasi ko'rib, qara dedi, sen prямой efir qilgan ekansan, men senga like bosdim dedi. Onam dugonasi uyalib ketdi, har xil gap bo'ladi men bu yerda. Erga tekish temasi bo'ladi, ajrash temasi bo'ladi. Shunaqa deb o'ylashyapti shekilli. Shunaqa deb o'ylashyapti shekilli. Yomon yozishyapti lekin. Hamma xafa bo'ldi endi. Ishora. Or nomus bo'lsa bala bor, beko'da ota-onangni ko'rib o'tirgandir. Yo'q, or nomus yo'q. Nima kerak or nomus? Nomusini 8 yil oldin yo'qotib bo'lganman.